Assalomu alaykum barcha viloyatli asrorchi aka-ukalarimiz. Hozirgi 2026-yil 13-fevral kunidagi narxlar va asalari mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Kimga agar ma'qul kerak bo'lsa, dastavkalarimiz ham bor, kelishilgan holga qilib beramiz. Ushbu ram detalimiz hozirgi narxi 3.6 ga 1 sm bo'lib chiqqan. Bakovoy qismi sifatli, xudo xolasa ichidan biraga chiqmaydi. 3800 so'm. Tepa qismi 2.5. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana bakovoy titilgan holati ham mana shunday holatda bo'ladi. Ichidan chiqishi ham. Mashina bosilgani bosib beramiz. Komi ochib 15 ming so'm narxi sifatli mashinaga bosib bersak. Xitoyga bosib bersak 13 mingdan bosib beramiz. Past qismlari. Xo'p, mana bu holatda ram detal yasab, teshib, sim tortilgani bu narxi 5200 so'm. Hozirgi narxi 5,5 ming 6 mingdan sotiladi sezoniga. Hozirgi narxi shunday chiqadi. Ram detal sim tortilgani shunaqa holatda chiqadi. Qoqib. Xo'p. Diafragmamiz narxi 7000 so'mdan. Kom ochib tiqilgan, yonidan qoqilmagan. Mana shu holatda bo'ladi. Kom ochib ichiga tiqib qoqiladi. Xo'p, mashinamiz narxi 450 ming so'm. Abdurahmon Hojiboyev o'zimiz Qashqadaryo Chiroqchidan chiqadi. Sifatli, toza mumdan ishlangan. 450 ming so'm narxi 5 kilo bo'ladi. Keyin mana bu Xitoy mashinasi. Xitoy mashinasi mana shunday holatda bo'ladi. Har bir yerda qog'oz bo'ladi. Mana shunday holatda 360 ming so'm narxi pastkiga. Mana bu holatdagi paketimiz bu. 1 lifanetdan ishlangan. ikkita ramkadan ketadi, butun ramka ikkita ketadi. Mana shunday holatda 2 qavat qilib qilingan. Birinchi qavati tashqi tarafiga 1 lifaner, ichkari tarafidan dep qilib ishlangan, termos qilib. Hamma yoqi 2 qavat bo'lgan. Birli toza fanerdan ishlangan. Qopqoqlari ham faner bilan usti tunka. Burchaklardan ham hamma yoqi tunka bo'ladi. Baquvvat holatda bo'ladi. Narxi ichini pirogotkalar bilan kraskasi ichiga 280 ming so'mdan chiqadi buning narxi. 9 ta ramka ketadi shu holatiga. Pirogotkalarni qo'ygandan keyin har biriga svobodni 2 ramkadan ketadi. Narxi 280 ming. Ushbu 16 ramkalik yashik bo'ladi. Polni 3 sm taxtdan ishlangan, pol qismi ham yonlari ham sifatli taxtdan ishlangan. Buning gadday narxi balandroq chiqadi. Qimmatroq taxtdan olingan. Narxi 420 ming so'mligi. Ichki holatlari ham mana shunday toza taxta bo'ladi. Qopqoqlari ham qalin bo'ladi, 1.8 lik bo'ladi. Tepa qismlari ham 420 ming so'm narxi. Buni 14 ramkaligi. Mana bu 14 ramkaligi. Xuddi shunday ikkosini material bir xil olingan. Taxtaning sifati o'ta kuchli taxta. Xudo xolasa sharmanda qilmaydi. Buni ham qopqoqlari qalin, rangli tunkalar. Burchaklarida polna tunka bo'lgan. Tunkaning ostidan folgalar qo'yilgan. 14 ramkaligi narxi 400 ming so'mdan. Hozirga tayyor bu. Mana shu holatda. Keyin bu 14 ramkalikdi. Kimdir tunel qilib foydalansa, mana bu yerdan tunel ham o'zi ham ishlasa bo'ladi. Biz qo'yib beramiz, u oddenni pul qo'shiladi. Tunel qilib ikkinchi xonaga o'tadigan qilsa ham bo'ladi, perogotga qo'yib. Xo'p, keyin mana bu yashigimiz 12 ramkali 4 sm dan ishlangan 4 tala devori. Ramka 2 holatiga ketadi. Bunaqasida ham 2 holatiga ham ketadi hozir. Ko'rsataman. Mana shu holatda ham ketadi. Keyin o'tib zanos deydi. Buni holatiga ham ketadi. 2 holatiga ham 12 ramkadan ketadi. Ikkita xonasiga ham xuddi shunday holatda. Buni narxi 650 mingdan sotganmiz. Hozir kelishtirib beramiz. Shunday holatda. Tayyor kraskalangan holatda. 32 ta shunday qoldi.
Bu yashiklarimiz 3 taxtadan bo'lgan. 10 tadan 20 ta ketadi. Narxi 430 mingdan. Hozir aksiya narxlarga 430 mingdan qilib beramiz. Ichki holatlar. Bunisi 450 ming. Karman qilib qilingan 3 ramkadan ketadi. 10 mingdan 20 ming qo'shilamiz. 450 mingdan qilib beramiz buni. 2 xonaligini 430 ming qilib beramiz. Chaspak hamma yoq qo'yilgan, tayyor holatda. Mana bunaqa bu ham 10 tadan 20 ta ketadigan. Pol qismi 2 sm taxtdan ishlangan bo'ladi. Ichki holatlari toza qimmatroq taxtdan ishlatilgan bunga. 420 mingdan. Narxi buni. Bundan ikkita qoldi hozirga. Mana bu yerga eski yashiklarimiz bu. Ishlatilgan yashiklar. 12 tadan ramka ketadi. Asalari turgan yashigi bu ham. Holati yaxshi. Bu yoq tayyor. Yo'llarga zanjirlar qo'yilgan. Narxini 300 mingdan qilib beramiz. Kimgadir kerak bo'lsa 12 ta soni. Xo'p, keyin mana bu yerga yashiklarimiz bu. 4 tadan 8 ta ketadigan. Polni 3 sm taxtadan bo'lgan bu ham. Ichki holatlari rangli tunka. Ichki holatlari mana shunday holatda 4 tadan 8 ta ketadi. Ramka joylari ham chuqur qilib ishlangan. Qopqoqlari ham baland, ko'rpacha ketayotgan qilib ishlangan. Katta yashik bilan birga bir qilib ishlangan. Buni 3 taxtadan qilingan narxi 300 ming so'm, 2 dan qilingan 250 ming so'm. Keyin buni 10 ta ramkaligi bor. 5 dan 10 ta ketadi bunga ham. Buni narxi 320 ming so'm. Ichki holati xuddi shunday ikkita xonaga bo'lingan bo'ladi. 5 dan 10 ta ketadi. O'rta pergotkasini olib taylab, teoblizanos holatidan foydalansa bo'ladi. Yondan litaga ochib qo'yganmiz. Litagini bu tarafini yopib, bemalol teoblizanosdan foydalansa bo'ladi. Bir xonalik qilib, o'rta pergotkasini olib taylab, yarmi mana shunday sariq holatga, yarmi ko'k holatga qilib qo'yilgan. Bu 10 ramkalik. Yana 16 ramkalik, yonidan turnir qilib ishlangan 2 xona bo'lingan 8 ramka ketadi. Narxi 450 ming so'm. Mana bu yashigimiz bor keyin 3 ga ham bo'linadi. Keyin 4 ga bo'lingan holatga o'rtadan ikkita qilib foydalansa bo'ladi. 3 ta ramkadan ketadi. O'rtasini olib taylab, xohlasa 2 xona, xohlasa 3 xonaga foydalansa bo'ladigan yashik bu. Narxi 470 ming so'mdan. 2 xonalik. Mana 4 xonaligi. 4 xonaga ham narxi 470 ming so'mdan. Polni 3 taxtadan ishlatilgan. Ushbu yashiklarimiz bor hozir holatda. Keyin asal mahsulotimiz ham bor, oz qoldi hozir. Mana bu yerda bir 5 dan bochka, 5 dan 6 ta qolgan. Bu taraf bilan birga 100% toza garantiyali qotgan asal. Sifati o'zimiz Qashqadaryo mesna asali garantiya beradi. Garantiyali asal bu. Bu asal bidan asali. Issiqqa saqlangan. Nimaga qotmayapti deyishim mumkin. Bunga sifatiga, holatiga garantiya beraman. Mana o'zi olib qo'yilganlari mana shunday kristallanib qotib kelyapti. Kimgadir suyuq kerak bo'ladi, shuning uchun suyuq holatga qotirilmagan. Mana bular qotganimiz toshday bo'lib, bular hammasi bidan asal. 100% garantiyalik. Garantiyasiz asalimiz ham bor. Boqib olingan. Xullas. Mana shu asal bu ham qotib kelyapti, lekin toza deb sotadi kimdirlar. Toza emas bu. Tozada nima? Shifo emas. Xullas kelam. 33 kilo olgan bundan. 1 tonna 650 kilo olgandik. Mana shu 33 kilo qoldi. Bu ta'mi ham hamma yoq ajoyib, lekin boqa olingan. Shifo emas bu. Buning narxini 45 mingdan 50 mingga olib sotdik. Shu 33 kilo qolgan. Bu asallarimizni 70 ming so'mdan sotganmiz kilosini. Mana bu baklashkadagi bidasalarda 60 mingdan sotilgan.
hozirga agar bir qo'lga olaman deganlar ozroqini 5000 tushib beramiz kiloga narxini. Agar mabodo kimgadir yana shakar mahsulotimiz kerak bo'lsa, shakarlarimiz keldi. Qozog'iston shakari bu 50 kilolik. 50 kilo 50 gram qo'pga chiqarilgan bu. Mana shu yerga bu hozir. Keyin Qozog'iston, Rossiya ham bor. Rossiyaniki ham, Qozog'niki ham ikkalasidan ham bu. Narxi 575 dan optimga chiqibdi hozirga. Optim olganlarga 575 ming so'mdan qopi. Shu mahsulotlarimiz bu hozircha. Yana nimalardir kerak bo'lsa, zakaz bo'yicha taklif berishimiz mumkin. Asalarichilikka oid dori-darmon emas, yashikmi, keyin qanaqadir zakaz bo'yicha kerak bo'lsa ham taklif beraveramiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, Sariosiyo qishlog'ida joylashgan. Telefon nomerlarimiz 97lik 589 12 21 nomeriga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor, yetkazib beramiz optimga. Rahmat, salomat bo'linglar.